Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli qarindoshlar, peshqadamlar, to'pimizdagi barliq cho'ng kichik hamma qarindoshlarimiz, hozir tafsir darsimizni boshlaymiz. Birinchi darsimiz Fatiha surasi bo'ladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bu Fatiha suresi Mekke'de nazil bo'lgan 7 oyat. Bu sureninki maqsadi yolg'iz Allah uchun mukammal shaklda qulchilik, bandichilik qilish, ya'ni Allohga bo'lgan bandichilikni amaliylashtirish. Bu sureninki Fatiha surasi deb atilishi Allohning kitobi bo'lgan Qur'oni Karim bu sura bilan boshlanganlikdan Fatiha surasi deb ataldi. Bu sura yana Ummul Qur'on deb ataladi, chunki bu sura Qur'oni Karimninki barliq mavzularini o'z ichiga olganligi uchun, ya'ni Allohni bir bilish, ibodatlar, inondan boshqa ilgirki ummatlarninki voqealari qatorliq umum ma'nolarni o'z ichiga olganlikdan. Bu Fatiha surasi bo'lsa Qur'oni Karimdagi eng katta suralardan biri ve her namazda tekrar okuladigan 7 ayetlik suredir. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'oni Karimni Allohninki ismini zikr qilib, Allohning ismi bilan tabarruk qilib, Allohdan yordam talab qilib, Qur'oni Karimni o'qishni boshlayman. Bu Bismillah degan so'z Allah subhanahu va taoloninki go'zal ismlaridan 3 ismni o'z ichiga olgan. Birinchisi Allah, ya'ni haqiqiy ibodat qilinguvchi zot. Bu Allah degan ism Allohga xos bo'lgan ismlardan bo'lib, buning bilan Allah subhanahu va taolodan boshqa hech qanday bir narsa atalmaydi. Ikkinchisi Ar-Rahman. Yani naiti rahmat egisi, kengir rahmat egisi ve bendelerge rahmat kılgıcı. Yani bu Rahman degan sifat umum bir sifat bulup Allah subhanahu ve taala şu özünün Rahman sifati bilen barliq yaratgan mahlukatlarning hammasiga rizq beradi. Mu'min bo'lsin, kafir bo'lsin, yaxshi bo'lsin, fasiq bo'lsin, fajir bo'lsin. Inondan boshqa quruqliqda, dengizda yashaydigan hayvonotlardan tortib hammaga Alloh subhanahu va taolo rizq berguchi. Ar-Rahim. Yani bu Rahim deganmi Allohninki sifati bo'lib, bu mu'minlarga xos bo'lgan sifat. Ve dünya ahirette Allah subhanahu ve taala müminlara nayeti mihribandır. Maliki yevmiddin. Yani barliq güzel medhiye, mahtaç hem de sanalarının hemmisi Allah xasdır. O Allah hemme narsinin Rabbidir, yaratquchisidir, ishlarni tadbir qilguchidir. Alemin degan bu alemlerning hammasi degan bo'lib, Allohdan boshqa har bir jonliq bir olam hisoblanadi. Maliki yevmiddin. Yani bu Allah subhanahu ve taala nayeti ulug'dir. Allah subhanahu ve taala qiyomat kunidagi hamma narsaning egisidir. O kıyamet günüde bir insan yani bir insan için hiç kandak bir narsaga ega bo'lanmaydi. Bir yevmiddin degan jazo ve hisob kunisi. Yani kıyamet günü insanlar dünyada qilgan yaxshi yomon amallardan hisob beradi, qilgan amallarga ko'ra uning jazo mukofotiga erishadi. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Ey Allah,
biz sizlarni taat ibodatlar bilan yegana yolg'iz deb taat ibodatlarni sizlarga xos qilamiz. Sizlarga boshqa hech qanday bir narsani sherik keltirmaymiz. Biz barliq ishlarimizda yordamni faqat sizlardan talab qilamiz. Barliq yaxshilik sizning qo'llarda, sizdan boshqa yordam berguchi yo'q. İhdinas sıratal mustaqim. Ey Allah, bizni to'g'ri yo'lga boshlaslar. Bizni to'g'ri yo'lda mangduslar. To'g'ri yo'lda mustahkam qilslar. Bizga hidoyat to'g'ri yo'lni ziyoda qilslar. Sıratal mustaqim degan bu hech qanday qing'irlik bo'lmagan ro'shan, tap-tuz yo'l bo'lib, bu Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomni payg'ambar qilib avatgan islom dinidan iboratdir. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yani ey Allah bizni sizlar bandalardan to'g'ri yo'lga hidoyat qilish bilan ne'mat ato qilgan kishilarning yo'llariga boshlasizlar. Allohning ne'matiga erishgan kishilar kim desa, payg'ambarlar, rasullar, shahidlar, solihlar, ularga hamroh bo'lish nima degan yaxshi. Ey Allah bizni yana sizlar g'azab qilmagan kishilarning yo'llariga boshlasizlar. Ular kim desa, u Allohning g'azabiga uchragan kishilar, Yahudiylarga o'xshash haqiqatni bilgan, undan keyin ergashmagan. Valaddallin, ya'ni sizlarningki g'azablarga uchramagan kishilarning yo'llariga boshlasizlar. Ya'ni Allohning g'azabiga uchrab, ya'ni izib ketmagan kishilarning yo'llariga boshlasizlar. Bu izib ketganlar kim desa, bular haqni talab qilishga sal qaragan yoki chekidan oshirib o'tgan va to'g'ri yo'l topolmagan. Ya'ni xristianlarga o'xshash Allohni ushtaydigan, Allohning bolasi bor deydigan shunday izib ketgan kishilardan iborat. Hamda bu suradan ilingan umumiy foydalar Alloh subhanahu va taolo o'zining kitobini bismillah bilan boshladi. Bu nima uchun desa, o'zining bandalarini barliq ishlarda, so'z va harakatlarda har qanday bir ish amalni boshlagan vaqtida Allohning ismi bilan muvaffaqiyat tilab, yordam tilab boshlash uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimningki boshlanishni bismillah degan so'z bilan boshladi. Hamda Allohning solih bandalarininki tutib mangan yo'llari, bular duo qilganda oldi bilan Alloh subhanahu va taoloni ulug'laydi, Alloh subhanahu va taologa madhi sanolarni aytidi, ondan keyin o'zininki talabini boshlaydi. Yana bir foydasi musulmonlarni haqni talab qilishga sal qarmaslik, kuchining yetishicha haqni tepishga tirishchanlik qilishba. Yani azg'un xristianlarga o'xshash haqni talab qilmay izib ketishdan ogohlantirish va yoki haqni bilib bo'lgandan keyin haqiqatga amal qilmasdan Allohning g'azabiga uchrab qilishdan ogohlantirish va chunki Yahudiylar Alloh tarafdan samaviy kitob berilgan, haqni to'nigan, ammo amal qilmaganlikdan bular Allohning g'azabiga uchragan. Fatiha surasi bo'lsa ibodatni Alloh uchun xolis qilish va yordamni yolg'iz Allohdan talab qilish bilan iymonninki mukammal bo'ladiganligini uqtirib beradi. Yuqorida Fatiha surasininki qisqacha tarjimasini so'zlab o'tdik. Alloh subhanahu va taolo har birimizni anlaganga, bilganga amal qiladigan va haqni talab qiladigan, haq ustida mustahkam turadigan, qiyomatgacha to'g'ri yo'lning ustida bo'ladigan, Allohning roziligini talab qilib amal qiladigan yaxshi, solih, taqvodor musulmonlardan qilsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.